Hammaga salom do'stlar. Bugungi darslikda men apellyatsiya bilan nakrutkani tanladim. Sababi oramizda juda ko'pchilik qiziqtirayotgan va muhokama bo'layotgan narsa. Bu yerda men aytmoqchiman, bu darslikda kimlarni apellyatsiya kutyapti va nima uchun apellyatsiya tushadi, uni oldini olishligi haqida va nakrutka foydali yoki zararligi haqida shu videoda gaplashamiz. Mana mijozimizga apellyatsiya kelib tushgan va ular apellyatsiya berganlar. Afsuski rad etilgan va menga murojaat qilyaptilar. Men apellyatsiya berdim, lekin nimagadir rad etildi. Apellyatsiyani to'g'ri berdim dedilar. Men ulardan so'ramadim qaysi tartibda apellyatsiya berganlarini. Keling, hozir biz apellyatsiya berish tartibi haqida gaplashamiz. Kamerani yoqamiz va o'zimizning ismimizni rus tilida, o'zimizni snimat qilgan holda rus tilida aytamiz va kanalimizning nomini aytamiz. Men shuni avtoriman deymiz. ChatGPTga yozib bersanglar, ssenariy so'z ham yozib beradi, rus tilida o'qib bersanglar ham bo'ladi. O'zi apellyatsiyani unaqa jiddiy qarab olmanglar, sababi oddiy inson bilan gaplashgandek gaplashsangiz ham bo'ladi. Muomala glavniysi hamma yoqda shu yerda ham shunaqa. Endi men qisqa qilganingiz baribir yaxshi. Keling, men sizga shuni misol tariqasida gapirib o'tmoqchiman. Misol uchun, hurmatli YouTube, meni ismim Abdurahmonov, ismim Abdurahim, familiyam aytishim shart emas. Glavniysi kanal nomi. Men mana shu kanalning avtoriman va videoda kompyuter ekranini video qilamiz. Telefonni o'zida videoga olgan holda kanal sozlashga o'tamiz. O'tganimizda sal pastga tushsak, mana kanal URL bor. Mana shuni 30 sekund videoga olib turishimiz kerak. Buni YouTube o'zi ham обязательно aytgan. 30 sekund apellyatsiyada shu silka olinishi kerak. 30 sekund olasiz va bu mening kanalim deb turib, misol uchun apellyatsiya tushgan joyiga olib borasiz va ko'rsatasiz. Menga mana bunaqa narushение kelib tushdi. Keyin CapCut'ni ochasiz va CapCut'da qilgan ishlaringizni ko'rsatasiz. Mana men shu videolarni o'zim yarataman deb turib, keyin qaytib anaqaga videolaringizga o'tib, nima deydi? Mana shu videolaringizga o'tib, men to'g'risi ruscha ishlatardim, o'zbekcha bo'lib qolibdi. Shu videolaringizni ko'rsatasiz. Shunday qilgan holda ko'rsatasiz-da, keyin u videoni o'chirganingizdan keyin mana shu yerga yaratishni bosib turib, imенно shu kanalga qo'yishingiz kerak, boshqa kanalga emas, narushение tushgan kanalga. Video yuklashni bosib, ссылка orqali qo'yasiz va video qo'yilgandan keyin sizda ссылка bo'ladi. Ссылкani olasiz va apellyatsiya berish, ya'ni men bu yoqqa o'tib apellyatsiya berish knopkasini bosib apellyatsiya berasiz. Shunchaki ссылкani tashlaysiz va bo'ldi, yuborasiz ularga. Endi akam shu tartibda qilgan bo'lsalar, lekin ularga apellyatsiya rad etildi deylu, shu men aytgan tartibda qildilar, apellyatsiya rad etildi. Endi nima uchun rad etilganini ko'ramiz bu yerda. Analitikaga o'taman va shu yerda qarayman-da, mana sabab mualliflik huquqi, avtorskiy jalba. Shu bilan aytib o'tmoqchiman. Okam nakrutka urganlar, okam podozrение qildilar. Men nakrutka urganim uchun ham kanalim yoqilmadi deb. Yo'q, oka, noto'g'ri podozrение qildingiz. U uchun emas. Keling, okam qanaqa urganlarini ko'rib chiqamiz. Mana birinchi nakrutka urmaganlar, birinchisida 20 ta layklari bor va 9000 ta prosmotrlari. Ikkinchi videolarida nakrutka urganlar 170 ming ta prosmotri bo'lgan va 1000 ta urganlar hozir menimcha qaytib ketdi bu. Keyin 62 ming ta prosmotr bo'libdi, 289 ta uribdilar, 38 ming ta 229 ta layk uribdilar. Shu bilan layk urishni to'xtatibdilar. Nima uchun to'xtatganlar? U paytda bunaqa rezultatlar bo'lmagan okamda. Shu video qo'yayotgan paytlarida prosmotrlari где-то mana shunaqa 110, 20 ta bo'lgan. Mana ko'ryapsizlar, mana shu yerda. Qarang. Xo'p, 29-sentyabrda 107 ming ta bo'lgan ekan. O'zi qachon qo'yganlar videoni? Hozir 29-sentyabr qo'ygan ekanlar, lekin mana bunisi nimaga ishlamayapti? 29-sentyabrda qo'yganlar va ko'rasizlarmi, men ishlamayapti unisi. 29 bo'lib qotib turibdi. Xullas, men aytaman, o'zim taktikamdan kelib chiqib gapirar ekanman endi bu yerda. Video srazi prosmotr olmagan, balki bunda ishlar. Yo'q, bunda ham ishlamayapti. Bu yerda hozir ko'ryapsiz, misol oylik, ya'ni kunni ko'rsatyapti. Mana birinchi kun, mana 12-kungacha bo'lgan va anaqa nima desa bo'ladi, hodisa deydimi, nima deydi? Mana birinchi kunmanmi, prosmotr bo'lmagan.
12-kundan sal ko'tarilishi boshlagan va shu bilan 29-avgustda 10 mingta bo'lgan. Xullas, men aytmoqchiman, bu srazi prosmotr bomba bo'lib ketmagan bunda, bu okamda. Okam shuning uchun ham nakrutka urishni to'xtatib qo'yganlar va videoni shunchaki qo'yib borganlar. Bo'ldi, shu bilan bu yoqlari o'smagan va ular aytishlari bo'yicha bir oydan keyin kirsam, monetizatsiya shartlari bajarib qo'yilibdi dedilar. Endi nakrutka zarar emas, foydali. O'rtoqlar, sabr bilan ishlatish kerak va u kanal tanlaydi. 3 tadan bitta kanalda o'xshab qoladi. Shunchaki harakat qilishimiz kerak. Nakrutkasiz bunaqa yo'nalishdan yurg'izish to'g'risi qiyin va yaxshi daromad ham bermaydi. Ochig'ini aytaman, men o'zim Flatvetga nakrutka ishlataman. Endi kelinglar, mashina oldini olish haqida gaplashamiz. Hozir biz apellyatsiya knopka yonadi. Uzr, 5-sanada yonadi va biz apellyatsiya berishdan oldin nima qilishimiz kerak? Mana buni yo'qotishimiz kerak, mualliflik huquqini. Buni yo'qotishi bitta yo'li, hozir biz videoni kesib ham tashlay olmaymiz. Narusheniya tushgan joyini, misol, muzikasini o'chirib qo'yish imkoniyati bo'ladi-yu, hozir bunaqa imkon bo'lmaydi bunda. Sababi videoni ko'pchilik ko'rgan deydi. Ko'pchilik ko'rganligi uchun men hech qanaqa izminiyani kirg'iza olmayman. Hozir bitta yo'lim videoni o'chirish. Lekin bu video necha soat? 2900 soat, pastda 3000 soat olib kelgan. Bilsiz, shartlarida 4000 soat yig'ishimiz kerak. 3000 soatni shu bitta dona videosi olib kelibdi. Hozir buni o'chirib tashlasa, yana 3000 soat qaytadan yig'ishimiz kerak bo'ladi o'rtoqlar. Qaytadan yana 3000 soat yig'amiz va yana qaytadan kanalni monetizatsiyaga ulashga ariza beramiz. Ungacha bu shu turishda apellyatsiya so'rab yotaveradi o'rtoqlar, chunki mana Mamatda mualliflik huquqi deb yozib qo'yibdi o'rtoqlar. Agar shu bo'lmaganda, men shunchaki videoga olib turib, men o'zimni qilaman mashinani. O'sha sizlarga aytgan taktika bo'yicha snimat qilib ariza topshirardim va xudo xolasa ochilib ketardi. Lekin men bor ekan, bu ochmaydi. Shuning uchun eng bitta yo'li buni o'chirib tashlash. Mana shu videoni o'chirib tashlash. Endi kimlarni va nima uchun apellyatsiya kutayotgani haqida gaplashamiz. Apellyatsiya meni yo'nalishimda Flatvet va Minecraft yo'nalishida apellyatsiya tushmaydi. Sababi bu yerda men birovni muzikasidan yoki misol uchun birovni videolaridan foydalanmayman unda. Bu yerda misol men o'zim bilgan yo'nalishlarni aytaman. Wrong Ice bilan Teleskop mana shu birovni muzikasi, birovni videosi kesilgan holda yasaladi. Men bilishim bo'yicha ana o'shaning uchun ham mana shunaqa yo'nalishlar. Misol uchun XA yana bir balolar uzr, misol o'zingizlar shu yo'nalishda yasaydigan bo'lsanglar, men unaqa qo'pol ma'noda gapirmoqchi emasman. Shunchaki men bilmayman to'g'risi unaqa yo'nalishlarning ko'pligini. Juda ko'p bilmayman, faqat Flatvet, Minecraft, misol uchun animatsiya beriladigan va sal murakkabroq narsalarni bilaman. Misol noto'g'ri tushunmanglar gapimni. Mana shunaqa yo'nalishda qilinadigan, o'zi bildinglar qaysi temalar haqida gapirayotganimni. Shunga o'xshash yo'nalishlar tiqilyotibdi. Birovni kontenti, birovni muzikalaridan foydalangan holda. Qo'rqishga yoki bo'lmasa xotir olishga anaqa yo'q. Asosiy yo'q. Sababi mamlaqa muammo bo'lmasa, bo'ldi, siz apellyatsiya bergan holda monetizatsiyaga ulaverasiz. Nakrutka zarar emas, foydali. Kanalni o'ldirgan, lekin Mamatda ko'rasiz, bo'ldi, shu bilan o'smagan. Endi okam oxirigacha olib ketmaganlar nakrutka urish uchun. Agar olib ketganlarida zo'r natija bo'lardi, dalcha nakrutka bilan olib ketardilar. Bo'ldi, nakrutkasiz qo'yishga asos qolmaydi okamga, chunki nakrutka qo'yganlar 100 mingdan prosmotr oshadi. Bilsangiz, u ham o'zi normalniy pul. Bo'ldi, shu tartibda olib ketardilar. Shu bilan nima bo'lyapti mavzumizda? Apellyatsiya kimlarga tushishini bildi, kimlarni ertaga apellyatsiya kutayotganini. Agar siz shunaqa yo'nalish qo'yotgan bo'lsangiz, tayyor turing apellyatsiya tushishiga. Xo'p, nima uchun tushishini ham gaplashdi va bu okamda qanaqa muammo bo'layotganligini ham gaplashdi. Keyin nakrutka foydali yoki zararligi haqida gaplashdi. O'rtoqlar, mana shu narsaga ehtiyot bo'linglar. Bu sizlarga kerak bo'lsa, IP'larni ham, hamma narsalarni, kanalinglarni ham o'ldirib yuboradi kerak bo'lsa. Ko'ryapsiz, mana endi okamda hech qanaqa yo'l yo'q. Shuni o'chirishlari kerak. O'chirgandan keyin monet shartlarini boshqatdan bajarishlari kerak. Endi eng zo'r yo'li buni shorts yo'nalishida qilib olib ketish kerak, buni videoni o'chirib tashlash kerak-da. Shorts videolar qo'yib, umuman bunga yaqinmi, boshqa nisha haqidami
yo'nalishida ham olib borsangiz, bu kanalda shorts zo'r o'sadi o'rtoqlar. Men o'zimni taktikamdan kelib chiqqan holda gapiryapman. Ko'rdinglar, mana shunaqa muammo. Endi sizlarni bitta narsa bilan tanishtirmoqchiman mani va o'rtoqlar, men o'zimni Telegram kanalim bilan tanishtirmoqchiman. Bu kanalda nima yangilik bo'lsa, hozir men aytib o'tmoqchiman. Challenge boshlaganman. 10 kun har kuni mana bunaqa BMGda shortslar yasab qo'yaman va natijalarini sizlar bilan bo'lishaman va video 10-kun oxirida video ishlab YouTube'ga qo'ymoqchiman. Misol uchun, qanaqa xato qildim bu 10 kun ichida yoki bo'lmasam qanaqa narsa, xullas taktikamni, nimalar ishlatganimni bo'lishmoqchiman sizlar bilan. Obuna bo'lib kuzatib turinglar va muhimi bizada gruppa bor. Bu gruppani qo'shilib qo'yinglar. Bitta nima yangiliklar, qanaqa muammolar, hamma обсуждениялар shu gruppada bo'ladi inshaalloh. Bu gruppa hozir ochildi. Endi ochiq, hamma uchun ham kirib bemalol qo'shilinglar o'rtoqlar. Nima savolinglar bo'lsa beringlar, men o'zim shu yerda faol bo'laman.